Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i val mursalin. Amma ba'd. Alloh haq subhanahu va taologa beadad, behisob hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga cheksiz durudu salavatlar bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram azizlar, shukrona ko'rsatuvimiz muxlislari. Shukrona ko'rsatuvimizning munavvar soni, yangi soni yana fayzli, nurli, barakotli xonadoningiz mehmoni. Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar, shukronalar aytib, jannat makon yurtimizda tinch va osoyishta hayotimizda go'zal amallar, Allohning roziligi, Rasulullohning sunnatlari ila umr guzaronlik qilishlikni Allohim barchalarimizga nasib ro'za aylasin. Alloh haq subhanahu va taoloning marhamati ila bugun shukrona ko'rsatuvdagi suhbatimizni olar ekanmiz. Inshaalloh bugungi mavzu hayotimizda, yashab turgan jamiyatimizda barchalarimiz albatta yaxshi murod kunlarimiz, albatta farzandlarimizni baxtli, saodatli kunlari, to'y, ma'raka marosimlari va insonni boshida tushadigan ba'zi bir musibat holatlar, ta'ziyalarda bo'ladigan, ya'ni ma'raka marosimlarni odoblari haqida gapirib o'tmoqchimiz. Bugungi kunda imom xatiblarimiz, mehrob sohiblari bu mavzuga qayta qaytishayotganining sababi shunda iboratki, bugun mana shu ma'raka marosimlarimiz me'yordan oshadigan bo'lsa, chegaradan o'tadigan bo'lsa, unda mana shu qilayotgan ma'raka marosimlarimizdan savob emas, hattoki nomai a'molimizga gunoh yozilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana shu mavzuni, ya'ni to'y, ma'raka marosimlarini odobi borasida bugun suhbat qilar ekanmiz. Inshaalloh suhbatimizni yanada fayzli bo'lishligi uchun Buxoro viloyatimiz G'ijduvon tumani Frishkent jami masjidi imom xatibi Mahmudjon domlani taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domlajon. Inshaalloh mana shu to'y, ma'raka marosimlar, albatta xalqimiz yaxshi kunlarda, yaxshi niyatlar bilan farzandlarini nikoh to'ylari, albatta orzu havaslarini qilishadi. Albatta mana shu Alloh roziligi ila dinimiz, islom dinida ko'rsatilgan odoblar bilan Rasulullohning raftoru guftorlariga bir mos bo'ladigan, albatta u kishining hayotidan ibrat olgan holatda kamtarona, iloji bo'lgancha isrofgarchiliklarni oldini olishlik bilan o'tkazishligimiz bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shular borasida inshaalloh suhbat qilsak, marhamat domlajon, xush kelibsiz. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatdan ham bizni diyorlarimizda, mana shu o'lkalarimizda ming yillardan buyon qadriyatlarimiz bor, an'analarimiz bor, to'y, ma'raka marosimlarimiz borki, mana shu marosimlarimizni albatta bugungi kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tavsiyalaridan chiqib ketish holatlarini guvohi bo'lamiz. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlariga qaytadigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalatu va sallamni oila qurganlar, uylanganlar, ularning to'ylari nihoyatda bir ixcham holatda bo'lgan. Bunga bir misol mana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Haybar bilan Madinani orasida 3 kun qoldik deydilar. Shunda
Anas roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Safiya onamizga uylandilar. Mana shu Safiya onamizga uylanganlarida men valimaga, ya'ni mana shu xursandchilikka, shu to'yga odamlarni chaqirdim deydi. Odamlarni chaqirib keldim. Shunda Hazrati Bilolga aytdilarki, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, ey Bilol, charimdan bo'lgan dasturxonlarni mehmonlarni oldiga yozing dedilar. Ana shunda Hazrati Bilol mana shu charimdan bo'lgan, ya'ni o'sha dasturxonlarni kelgan mehmonlarni oldiga yozdilar. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, mana shu dasturxonga non ham yo'q edi, go'sht ham yo'q edi deydilar. Ya'ni amr bo'ldiki, xurmo, qurut va sariyog' tashlab chiqildi. Va mana shu bilan to'y ziyofati qilindi. Mana bundan qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalot vasallam butun musulmonlarning rahbari, butun olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zot. Mana shunday bir zotni to'ylari qarang, holatdan kelib chiqib, ya'ni o'sha kamtarona, ya'ni o'sha boshqalarga aytsalar bo'lardi, tuya suyinglar, falon narsa qilinglar degan gaplarni aytishlari mumkin ediki, mana o'sha holatdan kelib chiqib kamtarona, chiroyli, ixcham to'y qilganliklarini mana shu voqeadan, mana shu hodisadan bilishimiz mumkin. Darhaqiqat bu ibratli tarixda bo'lib o'tgan va barchalarimizga ibrat bo'lgan bu voqeadan ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytadilarki, innalloha la yuhibbul musrifin. Albatta Alloh taolo isrofgarchiliklarni, ya'ni isrofgarchi insonlarni yomon ko'radi deb Alloh Qur'onda bayon etadi. Bugungi kunda to'ylarimizga nazar soladigan bo'lsak, domlajon, haddan oshishliklar, isrofgarchiliklar va qolaversa mana shu qilinayotgan sarf va xarajatlar bugun me'yordan ziyoda bo'lib borayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Vaholanki mana shu to'y, ma'raka, marosim sohibalari qarzga botib, qavm qarindoshlardan bo'lsin, yaqinlardan bo'lsin qarz ko'tarib, kelinki to'ydan keyingi bo'ladigan ba'zi bir mojarolar, bugungi ajrimlar, farzandlarni mana bir yetim qolishi, boshqa holat, salbiy holatlarga guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun albatta bugun mana shu dinimiz nasihatiga quloq solaylik. Bugun dinimiz bizlarga buyurgan Atiulloh va atiur rasul, Alloh va uning rasuli bizga buyurgan, agar amrda bo'lsak, toati ibodatda bo'lsak, taqvoda bo'lsak, inshaalloh dunyoda ham, oxiratda ham saodatga erishar ekanmiz. Birgina mana hozir keltirgan Rasulullohning davrlaridagi Rasulullohni mana shu o'tkazgan to'ylarini aytib berdingiz. Shuni barobarida mana butun Madinada eng boy musulmonlarning ichida juda obro'li Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'liqdilar. Shunda birovlarni ko'rganda u kishini liboslari sariq rangda, ya'ni mushga zafaron qo'shilgan shunday bir sepilgan holat ediki, aytdilarki, "Yo Rasululloh, men uylandim" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xursand bo'ldilar, haqqilariga duo qildilar va aytdilarki, "Mahrga nima berdingiz?" Shunda bir danak, ya'ni vaznicha tillo berdim dedilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu ga qarab aytdilarki, "Ey Abdurrahmon, bitta qo'y so'yib valima, ya'ni bir ehson qilib bir to'yingizni bildiring" deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Qarang, Abdurrahmon ibn Avf 10 ta yoki 100 ta qo'y so'ysalar ham bo'lar edi. Tuya so'ysalar ham bo'lar edi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga qarata nasihatlari shu bo'ldiki,
me'yordan o'tmaylik. Bugun Abdurrahmon ibn Avf agar 10 ta qo'y so'yib, 10 ta tuya so'yadigan bo'lsalar, u kishidan keyingilar ham biz bu kishidan ham ajr ko'proq olaylik, savobga ega bo'laylik deb bu qo'ylarni soni, tuyalarni soni oshib boraverar edi. Bu manmanlik, kibru havoga, ya'ni chiqib ketmasligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bizga bir chiroyli bir nasihatlari bo'ldi. Albatta bunga amal qilaylik. Bugun kirib kelayotgan yangi bid'atlar, Yevropacha udumlar, bizga umuman bir yod bo'lgan, ota-bobolarimiz o'zimizning milliyligimizga to'g'ri kelmaydigan ba'zi bir holatlar, urf-u odatlar borki, albatta bulardan ham o'zimizni saqlasak, nur ustiga Alloh nur bo'lar edi. Mana shu masalalarga ham bir nazar solsak, marhamat domlajon, shular borasida ham bir suhbat qilaylik. To'g'ri esladingiz. Albatta, mana to'ylarimizdagi hozirgi holatimiz nihoyatda sunnatdan chiqib ketishlik holatlari yoki deylik o'tgan ajdodlarimiz bu darajaga to'ylarni qilishmagan. Me'yorida, dinimizni ko'rsatmalari doirasida to'ylarini, ma'raka, marosimlarini amalga oshirishgan. Hozirgina esladingiz, Abdurrahmon ibn Avf raziyallohu anhuning to'ylari, boy badavlat, eng sahobalarning ichida boyi bo'lgan kishini to'ylarini, hayotlarini esladingiz. Yana bir shunga o'xshagan bir voqea bo'lganki, mana atrofda doira, dumbura ovozi borasida Hazrati Umarning xalifalik davrlari bo'lgan. Hazrati Umar davlat rahbari, xalifa, musulmonlarning rahbari, atrofdan doira ovozi eshitilar ekan. Shunda xalifa Hazrati Umar aytar ekanlarki, bu nimani ovozi? Bu duf deb aytilar ekan. Mana shu doira dufni aytilar ekan. Shuni ovozi. Nimaga bu ovoz eshitilyapti deb davlat rahbari odamlardan so'rasa, musulmonlardan, ular javob berar ekanlarki, kelin tushdi. Yoki xatna munosabati bilan der ekanlar. Shunda Hazrati Umar davlat rahbari indamas ekanlar. Ya'ni ko'ngil xushi qilishlik shariatda mana shu to'y munosabati bilan yoki nikoh munosabati bilan doira chalib, ko'ngil xushilik qilishlik, xursandchilik qilishlik shariatda borligi mana shu Hazrati Umar raziyallohu anhuning davrlarida shu voqealarga indamaganliklaridan shuni bila olamiz. Demak, endi hozirgidek ko'ngil xushilikka endi ruxsat berilgan bo'lsa-da shariatimizda, biz shariatimizni ko'rsatmalariga amal qilmasdan, dinimizni ko'rsatmalariga amal qilmasdan, Rasulullohning sunnatlariga amal qilmasdan mezondan chiqib ketdik. Endi agar dinimiz buyurgan amallarni qilar ekanmiz, inshaalloh har bir qilgan odam savob topadi, savob qozonadi. Endi mana shu savob amallarni teskarisini qilgan odam albatta uni gunohga botishligi ham dinimizda aytib o'tilgan. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning hadislarida, shariatimizda shunday qoida keladiki, ya'ni ishlarning eng yaxshisi o'rtachasi deyilgan. Xoyrul amal avsatuh. Ishlarning eng yaxshisi o'sha o'rtachasi. Ya'ni haddan oshishlik ham kerak emas, to'yonga ham ketish kerak emas. Demak, mana shu unga kamchilikka ham yo'l qo'yish kerak emas. Ya'ni o'sha holatdan kelib chiqib, bugun yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz mana shu to'y, ma'raka, marosimlarni mana shu keragidan ortiqcha sarflamasalar yoki deylik dabdabalarga berilmasalar, bugun mana shu birovdan qolsa go'yoki bir hayotda o'zini noqulay his qilganga o'xshab, sharoiti, imkoniyati bo'lmasa ham birovdan qarz olish evaziga yoki deylik bir noto'g'ri ishlarni qilib boylik orttirish evaziga mana shu dabdabalarni el qatori, ya'ni boshqalar qatori qilaman degan uy fikr bilan o'zini qiynayapti. Ya'ni o'sha bugunlik kunda mana noto'g'ri marosimlar, kuyov chaqirdi, kelin chaqirdi, tog'ora yubordi yoki deylik sunnat to'ylarini bugun guvohi bo'lyapmiz. Toyni, tirik bo'lgan toyni mana o'sha bezatib, ustiga kimxob narsalarni, tillo, zarxob narsalarni tashlab
to'y bolani o'shani ustiga mindirib to'yxonaga olib kelishlik holatlari yoki deylik o'sha haddan ziyod dasturxon ustidagi o'sha dabdabaga berilish, turli tuman narsalar yeyiladigani ham, yeyilmaydigani ham yoki deylik o'sha haddan ziyod bizga o'sha me'yorda har qanday o'sha ovqatlanganimizda ham o'sha qorinni 3 taqsim qilishlik buyurilgan. Ya'ni o'sha havo uchun, bir qismi o'sha suv uchun, yana 3-chi qismini o'sha taom uchun, ya'ni qorinni 3 qismga bo'lib, mana shu uchala qismini ham joy qoldirishimiz kerak. Hozir shu darajada imkoniyat xalqimizga kengligidan isrofgarchilikka berilyapmizki, mana shu yeydigan taomlarimiz keyingi taomga qo'l urishga imkon bermayapti. Demak, endi o'sha isrofga yo'l qo'ymasdan chiroyli holatda boyagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'ylari yoki deylik Abdurrahmon ibn Avf raziyallohu anhuning to'ylari kabi ularda ham imkoniyat bor edi, sharoitlar bor edi. Nihoyatda o'sha ixcham, isrofgarchilikka berilmasdan, dabdabaga berilmasdan, ortiqcha xarajat sarflarni qilmasdan, o'zlarini qiynamasdan, albatta o'sha me'yorida o'tkazganliklari nihoyatda mana biz uchun dastur bo'lish kerak. Bugungi kunda mana hozir esladingiz o'sha dabdaba, sarf xarajatlarni katta bo'layotganligi, oddiy odamlar ham shu ishni qilaman deb o'zini qiynayotganligini guvohi bo'lamiz. Buni ustiga mana shu qarzini, to'yni qarzini, ma'rakasini qarzini, nikohda bo'lgan o'sha sarf xarajatlarni qarzini to'lashlik uchun bugun hali chillasi chiqmagan kuyov bola ham Rossiyaga, boshqa davlatlarga, ya'ni o'sha pulini, qarzini to'lash maqsadida ishlash uchun chiqib ketayotganligini mana guvohi bo'lamiz. Bu bilan birga yana o'sha dabdaba qilganlarni aksariyat holatlari ajrimlarni ko'p ekanligini ham guvohi bo'lamiz. Shu uchun albatta biz yurtdoshlarimizdan so'rardikki, bu narsani iltimos ham qilardik, taklif ham qilardikki, mana shu dinimizni me'yorlaridan chiqmasalar. Va albatta to'y, ma'raka, marosimlarini mana shu dinimizni ko'rsatmasiga muvofiq, ya'ni o'sha o'rtamiyona qilib, ya'ni o'sha boshqa keyingi odamlarni, ya'ni bizdan keyingi, ya'ni boy bo'lmagan o'rta holdagi odamlarni to'y qilish holatlarini ham eslagan holatda, uylagan holatda to'y qilinadigan bo'lsa, ya'ni bugun men shu sharoitim bor, imkoniyatim bor, shu ishlarni qilyapman. Ya'ni imkoniyati yo'q bo'lgan odam qanday qiladi degan bir ma'noda boshqa qo'li kaltaroq bo'lgan odamlarni ham, mablag'i kamroq bo'lgan odamlarni ham uylagan holda to'y, ma'raka, marosimlarni o'tkazilsa ham savob bo'ladi, ham albatta o'sha boshqalarga o'rnak bo'lar edi. Domlajon, biz bilamizki, otamiz Odam alayhissalom va momo Havolarni Alloh taolo birinchi yaratganda Alloh o'zini ulug' bir in'omi bo'lgan, hadyasi bo'lgan jannatga bularni dohil qildi. Odam alayhissalom bilan momo Havo jannatga kirgan paytlarida Xudoy taolo aytdiki, jannatdagi turli ne'matlardan, obu taomlar bo'lsin, mevalar bo'lsin, hammasidan bahramand bo'linglar. Hammasiga sizlarga ijozat, tanavvul qilinglar, bahramand bo'linglar deb Xudoy taolo amr qildi. Va shu joyda qarangki, bitta mevadan, ya'ni taomlanishlikdan Xudoy taolo saqlanishliklarini, ya'ni bu bug'doy mevasidan yemasliklarini amr qildi. Qarangki, shuncha turli tuman mevalar, obu taomlar, shuncha jannatdagi taomlar turganda shayton qayta vasvasa qila boshladi. Inna shaytona lil insani aduvvun mubin. Shayton shunaqa bir vasvasalar qildiki, qarangki, shuncha ne'matlarni ko'zlari ko'rmadi, faqat ko'zlari o'shanga. Qarangki, Allohga itoat qilmaganlari uchun, Allohning amriga quloq solmaganlari uchun o'sha bug'doydan tanavvul qilganlaridan keyin Alloh taolo jannatdan ularni yer yuziga tushirdi. Bu misolni keltirishligimizdan maqsad shuki, Xudoy taolo bizga shunchalik ne'matlarni ato qildi. Xudoy taolo rizqimizga turli tuman taomlar,
bu shirin taomlar, qolaversa meva, hamma narsalarni bizlarga muhayyo qildiki, faqatgina Xudoy taolo bir narsani amr qildi. Isrof qilmanglar. Ne'matlarimni qadriga yetinglar. Albatta shukrini ado qilinglar, men ziyoda qilib beraman. Lekin noshukrlik qiladigan bo'lsangiz, ne'matimni oyoq osti qiladigan bo'lsalaringiz, unda azobim qattiq bo'ladi deb Alloh Qur'onda ketma-ket bayon etdi. Shu uchun bugungi to'qlikka sho'xlik qiladigan bo'lsak, dabdababozlikka beriladigan, riyo qiladigan bo'lsak, kibr havo qiladigan bo'lsak, bir-birimizdan o'tamiz deb musobaqalashadigan bo'lsak, qarangki, o'zimizni aslimizda bo'lmagan narsani odamlarni nazdida ko'rsatish uchun yolg'on bir holatlar, suratlar bilan to'y tomoshalar qiladigan bo'lsak, unda Xudoy taoloni oldida ham, haqni oldida ham, xalqni oldida ham uyalib qolar ekanmiz. Shuning uchun bugungi mavzuyimiz albatta to'y odoblariga rioya qilaylik. Albatta mana shu ma'raka marosimlarimizni kamchiqim, isrofgarchiliksiz, albatta hozir ta'kidlab o'tganingizdek o'rta holatda tursak, Xudo xolasa xoyrul amal avsatuha, ibodatda ham, yurish turishda ham, hayotimizda ham o'rta holatda bo'ladigan bo'lsak, Alloh dunyoyu oxirat saodatiga yetkazar ekan. Bugun yana bir masalaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahimahulloh aytadilarki, bugungi kunda ba'zi insonlarni hajga borishlikdan yoki umraga borishlikdan saqlaydigan, ularni to'xtatadigan narsa ana shu haj, umradan kelgandan keyin yoziladigan dasturxonlar, beriladigan oshu taomlar deb aytgan ekanlar. Ko'pchilik nima uchun bormaydi? Chunki borib kelganimdan keyin, hali kelmay turib, borgandan keyin yaqinlarimga sovg'a salom olishim kerak, ularga hadyalar olishim kerak, hadyalar ulashim kerak. Borgandan keyin katta bir osh berib, dasturxon yozishim kerak degan uy bilan, xayol bilan ko'pchilik umrini o'tkazib, ana shunday toatdan, ibodatdan ya'ni kechikib qolyapti yoki umuman bormasdan qolyapti. Shu uchun bu dasturxonlar, bu obu taomlar, bu oshlar qilinadigan bu sarfu xarajatlar, isrofgarchiliklar bizni toati ibodatdan ham saqlar ekan. Ana farzandlarimiz voyaga yetgandan keyin albatta ular o'qib, albatta ilm, kasb va hunar olganlaridan keyin ularni uylantirishligimiz, qizlarimizni esa chiqarishligimiz bizni bo'ynimizdagi vazifamiz. Lekin ko'pchilik hali men to'yga tayyor emasman, hali orzu havaslarimni qilishim kerak, hali bu ishni qilishim kerak, hali buni tayyorlashim kerak deb ana shunday umrlarni o'tkazayotganlarga ham bir nasihat bo'lsin. Allohning roziligi, Rasulullohning sunnatlariga amal qilishni Alloh hammalarimizga muyassar aylagan bo'lsin. Bugungi kunda mana shu to'y maraka marosimlarda mana yurtimizda bir yillik odamlarni qilib turgan to'ylarini xarajatlari hisob-kitob qilinibdi. Mana shu bir yillik xalqimizda to'yga, maraka marosimlarga qilgan xarajatlarini o'sha mutaxassislarimiz 40 trillion so'm deb baholabdilar. Shuncha. Qarang, bu bir yillik xalqimizda orasida bo'lib turgan o'sha to'ylarni, marakalarda sarflangan pullarning natijasi. Endi bu narsalarni qarang, boshqa yillarga ko'paytirsak, 10 yilga ko'paytirib ko'ring, 20 yilga ko'paytirib ko'ringki, xalqimizda orasidagi odamlar mana shu to'y, maraka, marosim uchun qanchalik pullarni sarflab tashlayaptilar behudaga. Endi mana shu xalqimizni, insonlarimizga, yurtdoshlarimizga tavsiyamiz shundayki, mana shu maraka marosimlarni biz diniy xodimlar
ya'ni ulamolar yoki imom xatiblarimiz, ahli ilmlarimiz maraka marosimlarda doim mana shu isrofni oldini olishlikka, kamchiqim bo'lishlikka, o'rta miyona to'y maraka marosimlarini o'tkazishlikka aytamiz. Bugun qarang, davlatimiz, hukumatimiz doirasida ham mana shu to'y maraka marosimlarini ixchamlashtirish, dabdabani oldini olish, ya'ni o'sha o'rta miyona to'y maraka marosimlarini o'tkazish borasida hukumatimizni, davlatimizni mana shu qarorlari ham qabul qilinyapti. Demak, mana davlatimiz ham mana shu to'y maraka marosimlarini ixcham qilaylik deb turganda, yoki deylik diniy xodimlarimiz, ulamolarimiz, ahli ilmlarimiz ham to'y maraka marosimlarda shuni ixchamlashtiraylik degan tashabbusni ko'rsatib turganlarida, bugun yoshlarimiz chiqyaptida, mana falonchi do'stim shu ishni qildi deb 8 ta mashina qilishlik zakslarda, yoki mana bu uyda to'yni qilaylik, ixcham qilaylik desa ota-onasi, yo'q, mani falon to'yxonaga nomi chiqqan bir to'yxonalarni o'sha nomini aytib shu to'yxonaga to'yimni o'tkazishingizni so'rayman deb ota-onasini qo'ymay yotganligi, yoki shunga o'xshagan boshqa turli xildagi nimalar ko'p. Ya'ni o'sha sarf xarajatni ko'paytirib o'ziga ham jabr qilayotganligi. Ularni o'sha ota-onalariga ham bu narsalarni, farzandini, o'g'lini, qizini o'sha so'ragan narsalarini tayyorlab berishlik uchun, imkonini qilib berishlik uchun ota-ona ham qiynalayotganligini albatta guvohi bo'lib turibmiz. Shu uchun mana dinimiz ham, davlatimiz ham bugungi kunda mana shu to'y maraka marosimlarini ixcham qilishlikka harakatda bo'lgan ekanmiz. Biz yurtdoshlarimizdan, ota-onalarimizdan yoki deylik o'sha ro'zg'or rahbarlari deymiz, oila rahbarlaridan so'raydikki, mana shu dabdabaga berilmasinlar. To'y maraka marosimlarini sunnatga muvofiq holatda o'tkazadigan bo'lsak, inson o'zi qiynalmaydi. Shunday. Agar sunnatdan chiqiladigan bo'lsa, shariatimizning ko'rsatmalaridan chiqiladigan bo'lsa, albatta inson g'arq bo'ladi, qiynaladi. Bugun mana shu qiyinchilikni ortidan yosh kelin uyda qolyapti. Kuyov Rossiyaga, boshqa davlatlarga ishlagani ketyapti. Nima uchun ishlaysan degan savolni qo'yadigan bo'lsangiz, to'y qilaman yoki deylik falon narsa qilaman, to'yga falon artistlarni aytaman, yoki to'yga deydi mana bu ishlarni qilaman degan katta orzularni qo'yadi. Vaholanki mana shu to'y bir kunda, bir soatda o'tadigan narsa. Inson, albatta biz ota-onalarga taklifimiz shunday ediki, mana shu farzandlarimizni ilmga yo'naltirsak, kasbga yo'naltiradigan bo'lsak, yoki mana shu topgan mablag' pullarimizni mana shu ilm yo'lida, kasb, hunar yo'lida va albatta farzandlarimizni kelajagi yo'lida ishlatilganda edi, albatta buni natijasi albatta xalqimizga bo'lardi, vatanimizga bo'lardi va mana shu oilani o'ziga ham katta yutuqlar, natijalarni ko'rishimizga sabab bo'lardi. Shu uchun biz xalqimizdagi o'sha vatandoshlarimizni, xalqimizni so'raymizki, mana shu borada chiroyli bir amal qilib, sunnatga amal qilishliklarini, maraka marosimlarni o'sha sunnatga muvofiq holatda o'tkazishlarini. Imom Molik aytgan ekanlarki, sunnatni shu narsaga o'xshataman deb. Ya'ni Imom Molikning gaplari borki, sunnat Nuh alayhissalomning kemalariga o'xshaydi. Kim sunnatga amal qilsa, Nuh alayhissalomning kemalariga chiqqan kabi bo'ladi. Kim sunnatni tark qiladigan bo'lsa, Nuh alayhissalomning kemalariga chiqmasdan g'arq bo'lganlarning holati deganlar. Shu uchun mana shu to'y maraka marosimlarda mana shu sunnatga muvofiq qilinadigan bo'lsa, go'yoki najot topganlarning qatorida bo'lar ekanmiz-da. Agar mana shu sunnatni tark qilib, dabdababozlik, isrofgarchilikka yo'l qo'yiladigan bo'lsa, go'yoki Nuh alayhissalomning kemalariga chiqmasdan g'arq bo'lganlarning qatorida bo'lib qolar ekan. Mana shu masalada albatta biz xalqimizni da'vat qilib qolamiz. Mana shu masalaga albatta amal qilishliklarini so'rab qolamiz. Rahmat, domlajon, bugungi tashrifingiz uchun, bugungi suhbatingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Albatta, ad-dinu an-nasiha. Din bu nasihatdir. Albatta eshitganlarimizga
amal qiladigan bo'lsak, oyatu hadislarga, nasihatlarga, o'gitlarga amal qiladigan bo'lsak, albatta foydadan xoli bo'lmaydi va Alloh bizni dunyoyi oxiratda aziz etar ekan. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Xush kelibsiz domlajon. Muhtaram azizlar, Hazrat Ashraf Ali Tahonaviydan yana so'ragan ekanlar. Hazrat bizni topgan mol dunyoyimiz, pulimizni halol yoki harom ekanligini qayerdan bilsak bo'ladi deganda, shunda Hazrat javob bergan ekanlar. O'sha topgan mol dunyoyingiz, pulingizni qayerga sarflayotganingizga nazar soling. Agar shuni Alloh yo'lida, savob yo'lida, insonlarga yaxshilik, ezgulik yo'lida sarf xarajat qilayotgan bo'lsangiz, pulingiz haloldir. Agar pulingizni haromga, isrofgarchilikka, insonlarni ziyoniga, hayotingizni ziyoniga ishlatayotgan bo'lsangiz, unda topgan pulingiz haromligi shundan ma'lum deb aytgan ekanlar. Alloh haq subhanahu va taolo barchalarimizni azizu mukarram aylasin. Bugun eshitganlarimizga amal qilishni, Alloh va uning rasuliga itoat qilishlikni, sohibi iymon bo'lishligini Alloh hammamizga muyassar aylasin. Jannat makon yurtimiz, tinch mamlakatimiz osoyishta bo'lib, hamisha yaxshi kunlarda, go'zal suhbatlarda hamnishim bo'lishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.